Agar siz Zeekr 9X ga buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, nima qilishingiz kerak? Avvalambor, komplektatsiyalar haqida aytib o'taman. Zeekr 9X 3 ta versiyaga ega, bu Max, Ultra va Hyper. Max versiyasiga keladigan bo'lsak, 885 ot kuchiga ega va toza elektrda 300 km ni bosib o'ta oladi. 0 dan 100 gacha razgoni 3.9 sekund. Ultra versiyasiga keladigan bo'lsak, 885 ot kuchiga ega va toza elektrda 380 km ni bosib o'ta oladi. 0 dan 100 gacha razgoni atiga 3.9 sekundni tashkil etadi. Hyper versiyasiga keladigan bo'lsak, 1400 ot kuchiga ega va toza elektrda 339 km ni bosib o'tadi. 0 dan 100 gacha razgoni atiga 3 dan 1 sekundni tashkil etadi. Kuzov ranglari: keramik tun, polyarka oq, siyoh rang shafaq, arktika yaltirig'i, kosmik kulrang ranglariga ega. Interyerlari: oq siyoh rang, qutbiy oq va yantar ranglariga ega. Ikkita Nvidia Tor U chipi bilan jihozlangan. 9X ni agar zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bizni avtosalonimizga tashrif buyurasiz. 20% boshlang'ich to'lov bilan shartnoma tuzib olamiz va 2 oyning ichida o'zingizni avtomobilingizni qabul qilib olasiz. Sizni Zeekr Sergelida kutib qolamiz.